tomorqa yoki xonadoningizda mana shunaqa intensiv olma bog'ini tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, Baxmal Agrostar tomonidan tashkil qilingan xonadon maktabiga kelishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqda demak, qiziquvchilar agar keladigan bo'lsa, savollariga javob berish uchun mutaxassislar doimiy mavjud. Bundan tashqari, guruhlar to'planganida dars o'tiladi va zo'r tomoni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Amaliy tarzda o'sha darslarda o'tiladigan nazariy bilimlarni amalda chiqib turib o'rganishinglar, qo'llashinglar mumkin bo'ladi. Bu yoqda kesish davrida kesish ishlarini o'rgatish mumkin. Olmalarning mevasini kamaytirish, kimyoviy tarzda qo'lda va keyinchalik turli xil ishlovlarni amalga oshirish vaqtida ham kelib, xonadoningizda, tomorqangizda kelajakda nima qilishingiz kerakligini tushunib olsangiz bo'ladi. Mana bu bog'imiz Pakana payvandida qizil olma, golden navlari, mana Jeremy navlari ekilgan. Bemalol shu yoqdan andoza olib, siz ham bog' qilish imkoniyatingiz bor. Bundan tashqari mana bizning seminarlarimizda mana shunaqa ko'rgazmali qo'llanmalar tarqatiladi. Xudo xolasa xato qilish ehtimolingiz juda ham kam. Bundan buyog'iga yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib bog' tashkil qilsangiz, xudo xolasa daromad olish foizlaringiz, ehtimollaringiz borgan sari oshib boryapti. Videomizga like bosib qo'yinglar, izohlarda qiziqsanglar plus belgisini tashab ketinglar. Bu yoqda mana Baxmaldagi eng yaxshi olmachilarni tomorqasida turibmiz. Juda ham chiroyli bog'larni tashkil qilib qo'yishgan, albatta kelinglar.